Arzondan bo'lsa, ko'p xonali bo'lsa, puli ham arzon bo'lsin deganligi bitta zo'r variant. Qaranglar. Asosiy ish orqali kirasizlar, 4 xonali razdelniy uyimizni bitta xonadan ko'rsataman. Birinchi xonamiz spalniy. Bolalarga, qiz bola farzandi uchun zo'r variant. Uyimiz 78 kvadrat, 4 xona razdelniy planirovkada. Ikkinchi xonamiz spalniy, mana detskiy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki kattalar uchun spalniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uchinchi xonamiz zal, 3x5. Hamma oynalari rom qilingan. Mo'yshi aboylar 3-qavatda joylashgan, lokatsiyasi ham zo'r. Shundoq ayginni oldida. Xo'p, bu yoqdan o'tadigan bo'lsanglar, alohida o'zini hojatxonasiga kirsanglar bo'ladi. Hamda oldida kattagina o'zini hammomi, jakuzi variant, rakvinalar qo'yib qo'yilgan. Xullas, 3 ta xonani ko'rdinglar, 4-xonamiz. Bu yana bitta mehmonxona 3x5 o'lchamda. Bu xonamizni har kuni nonushta o'tiradigan xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sababi bu xonada oshxonaga chiqsanglar bo'ladi. Mebellar qo'yilgan, xolodilnik uchun joy. Hamda bu yoqda oshxona mebel texnikalari. Mana tashqari tomonga qaraydigan bo'lsanglar, shundoq qatnov qismini birinchi liniyasida. Xullas, 4 qavatli domimizdan 3-qavatida 78 kvadrat 4 xona planirovka, narxi bo'lsa $85,000.